Tushda qirg'iy ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi qirg'iy podshoh bo'ladi. Agar vahshiy qirg'iy bo'lsa, balog'atga yetgan farzandga dalil bo'ladi. Agar qirg'iyni tutib olganini va u bilan ov qilayotganini ko'rsa, podshoh unga sitam qilishini bildiradi. Agar podshoh unga qirg'iy berganini va u bilan ov qilayotganini ko'rsa, podshohdan hurmat va ulug'lik topishi va o'zgalarga sitam qilishini bildiradi. Agar qirg'iy ov qilayotganini va o'ljani tutib olganini ko'rsa, itoatsiz farzand tug'ilishiga dalildir. Agar qirg'iyning go'shtidan yeyotganini ko'rsa, farzandidan ranj va yomonlik ko'rishiga dalildir. Kirmoniy aytadiki, tushdagi qirg'iy haybatli va quvvatli bir ulug' kishiga dalildir. Agar qirg'iy uning xonasiga kelib bir marta yoki 2 marta bong urganini ko'rsa, unga biron ziyon yetishiga dalildir. Lekin 3 marta bong ursa, hech qanday ziyon yetmaydi. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, qirg'iy tunda yomon ishlar bilan shug'ullanuvchi o'g'rini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.